Erim prizga yutib olgan qaymoni tugatamiz. Birinchi qism. Katta idishimizga oldindan elangan 2 kilo unni solib, 1, 2, 3, 4 продолжаем qilib qaymoqlarimizni ham birin-ketinlikda solamiz. Bu qaymoq o'lgur biram barakali ekan, shu ishlatishimda ham yarmigacha ham ishlatilmadi. Osh sodasini xususda yaxshilab oldirib qo'shib olib, 2 dona tuxumimizni ham chaqib olamiz va yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamirimiz yana ham chiroyli formaga kirish uchun stol ustida ozgina ishlov berib oldim va dam oldirishga qo'yib qo'ydim. Dam olgan xamirlarimizdan zuvolachalar tayyorlab 3 ga bo'lib oldim. Matematikada qanchalik yaxshi o'qiganimiz shu joyda bilinadi. Ishonasizlarmi, bir patnis chiqdi ragalilarimiz. Biz uyda hamma yaxshi ko'radi-da, mazza qilib yeydi, yumshoqqina bo'lib. Ikkinchi resimiz cho'tga chiqdi, lekin postda bir nechtasini oldirib ham qo'ydik. Erimga shirinlik pishiryapman degandim, pishishidan oldin suvlarini olib kelib qo'ydi. O'sha joyda siz reklamangiz bo'lishi ham mumkin edi. 200 gradus 25 daqiqada tillarang kiritib olganimizdan keyin saharniy pudralarimizga yaxshilab belab olamiz. Bolajonlar tugul kattalar ham mazza qilib yeydigan ajoyib shirinlik bo'ladi. 1 soat vaqtingizni ajratib tayyorlash jalqamaski, to'g'rimi? Buni yumshoqligini qarang. Siz ham tayyorlab ko'ring. Yoqimli ishtaha. Obuna bo'lib, o'ng tomonda yurakchani bosishni ham unutmang. Doimo biz bilan